Assalomu alaykum. Bugun 13-iyul dushanba kuni. 7-13 2026-yil Namangan shahar Boburbog' Yo'qorasida eski shahar hokimiyati yondama mana shu gullarni ijod bajarib, tanishtirib, nurli kelajak, yorqin namoyish etamiz. Bo'pti. O'tiravering. Mana bunda baqachi xolos. Asosan chiroq yongan gullar chiqsa bo'ldi. O'shani aytmoqchi edim. Attım odamlar ham bekordan bekor kelmaydi, gullar qiziqib paydo bo'lib keladi. Men ham bekordan bekor aytmadim, to'g'ri-da. Mayli. Yashna gullar, yashna O'zbekiston. Ashno eslab o'tamiz. Ag'iyam yashna gullar, yashna O'zbekiston bo'ldi. G'ofir. Orqadan borilmaydi. Kamera yo'qotganda qilib qo'ysamchi? Na. Qani, yaxshimisan G'ofir? Zo'misan? Rahmatulloh Nosirovich, podpolkovnik. Yaxshi. Yorqin, nurli kelajak tilaymiz. Pokistongacha bo'lyapti. Qadimda SSR paytga o'xshadi video. O'shan televideniya ichida va avval kuni Sardor Chokirovni oldim. Ko'rdingmi qo'shig'ini? Obunachim. Kecha qalpog'ida tushdim, G'ofir bildingmi? Yana aktyor qilishdi, yana aktyor bo'lar ekanman.
Ko'rganlar men olgan videoni Ester Parkdagi video deb o'yladi. Yoshligimdagi videolardan. Shuning uchun mana shu rangli gullarni, rangli har xil lampa chiroqlarni, atirgul chiroq, keyin mana shu nurli kelajak tilashni boshlaymiz. Yorqin namoyish etamiz. Bo'pti. Instagram qo'yishim mumkin buni? Instagram qo'yaman, ha, bo'ldi. Nima ismi edi? Elbek Abidov. Bo'ldi, ishdan qo'y, xolos desam o'ynayveraylik, ho'da. Bo'ldi-da. Ho'da turibman. Gullar chiroyli, qadimgi Ester Parkdagi gullarga o'xshadi. Ester Park videolari, yoshligimdagi videolardan. Mana shunaqa ko'rganlar Ester Parkdagi video deb o'ylaydi. Mana shunaqa qadimgi yoshligimdagi videolardan, har xil ranglardan. Men qadimgi televideniyachilarni ishini qilyapman, bloger bo'lib. Televideniyada ishlaydigan katta kamera qani? Mana shuni oladi-ku, ammo bekorchi bo'lib, oddiy telefondan televideniyachilarni ishini qilyapman, televideniyachilar. Kontent zo'r ketdi mana shunda. Yana ham ishlab turadi, savobgarchilikka yana ham ketadi. Endi sen ham yetmay turibsan xalaqit berishga. O'z bolalarni haydadim, sen ham orqamdan kelibsan. Keyin ishdan qoldirma, ketaver. Tinchroq oxirigacha ishimni qilaveray. Shu bolalar meni ko'rsa kelaveradi. Men tinchroq aytib turganim yaxshi. Xuddi moshina minganda oldi orqaga qildim. Nazar. Endi bag'i pilot. Bunaqa ishlar meni vazifam bo'lsa kerak deb o'yladim. Agar adashmasam meni vazifam bu ish. Men bilmagan holatda ekanman-da. Endi mana bilmagan holatga kelganimdan keyin uzr berkanman kerak, bilmayman. Ha. Mayli.
nurli kelajak, yorqin namoyish ettirib bo'ldik. Bo'pti, xayr, salomat bo'ling. Mana bo'ldi, keldi. Sizni ko'rdim.